Hozir biz mashinaga, skuterlarga akkumulyator sotadigan joyga kelganmiz. Adahamjonda oldiga. Uka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bizga mashinaga, skuterga akkumulyator narxlarini bir chiroyli qilib chiqarib bering. YouTube kanalni ochdik. Obunachilarimizga podpiska bosib qo'yadi. Bitta tushuntirib bering. Qanaqa skuterlarga bu uka? Bularimiz Muravega, keng katta, misol uchun katta skuterlar bo'ladi. Ko'pincha 32 yo'lkalar, 35-32 mana shular bir xil hadavoy katta skuterlarga tushiradi. Narxlari bilan bitta tushuntirib o'tib keting. Bularimiz 480 ming so'mdan bo'ladi. Donaga. Bular donaga albatta. Bular gelevilik uchun narxi baland yuradi. O'zi hamma biladi. Bularimiz o'rtacha skuterlar, Dacia, Murave, unaqalar kichkinalariga tushadi bular endi. Bular 20 lik. Bularda 5 ta 6 ta ko'pincha ketadi. Bular 6 ta egalariga. Donasi necha pul buni? Donasi bunisi 280 ming so'mdan. Donaga. Endi mana kichkinalarichi? Kichkinalarimiz bular yosh bolalar mashinalariga, ularga tushiradi. Bular 160 mingdan qilib beramiz. 12 volt 8 amperligi. 8 amper. U assortiment ko'p ekanda sizlarda. Qaranglar. Bular nimaga? Korobkadagilar. Xo'p, bularimiz mashinaga, Cobalt, Lacetti, Gentra. Mana shu Wolflar ko'pchilikda ko'raman. Narxi necha pul? Bular Xitoyda ishlab chiqariladi. Birinchi sort akkumulyatori. Bular 630 ming so'mdan qilib beramiz. Bu jazlarchi, jazlar. Jazlar Jizzaxniki bo'ladi. O'zimizda ishlaydi. Ha, o'zimizda Jizzax zavod akkumulyatorlari. Bular 60 talikdan tortib, menda 90 talik, 100 taliklargacha bor. Ha, katta akkumulyatorlargacha bor ekanda. Hammasi. Bu 60 taliklari necha pul? 60 taliklar 630 mingdan. 630 ming. 90 taliklarimiz bor 1 million 100 mingdan. 1 million 100 mingdan. Ha, Taroz akkumulyatorlari bor ekan. Yana nimalar bor sizlarda asosiy? Hozirgi bizda ko'p, bizda Wi-Fi router, ular ham serob garchilik, ventilyatorlarda assortiment serob. Sexa borlar, katta zavodi borlar, hammasi. Nomeringizni qoldiramiz qarang. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, dastlabki xizmatlari kerak bo'lsa, aytasiz, o'zim yordamlashib beraman dastlabki xizmatlariga. Zo'r bo'ladi. Xo'p, qaranglar, akkumulyatorlarda har xil turdagilardan bor ekan. Razmerlari siz aytgandan bo'lar ekan. Gelvi deysizmi? Qaranglar, mana ko'pchilik ko'proq qo'yilyapti turgan mana skuterda akkumulyatorlari. Endi biz tushunmaymiz, shu bolalar tushunadi. So'rayapti. Chiroq, baquvvatroq kelgan Monix, Monza, Onyxlar bor-ku. Ularda elektronikalari ko'proq bo'ladi. Shuning o'ziga muakkamlar effekt kamroq bo'ladi bularga. Bularda energiyasi balandroq chiqadi. Bulardan ham bor. Ha, bulardan ham bor. Atak elektronik ko'proq, misol mashinalar Kia K5, Monix, Monza, Onyx hammasiga chiqib ketaveradi. Bular tushaveradi. Bular narxi necha pul? Bu 1 million 100 ming so'm, o'zi kilolari ham og'ir bo'ladi bular. Bularni ham dastavka qilib beramiz. Dastavkasi kelishilgan holatda. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi. Hozir yozgi uchun ventilyatorlarimiz bor ekan. Asosiy mana katta ventilyatorlar, osma ventilyator masjidga, sexlarga qo'yiladi. Bu Wi-Fi router ko'rsanglar bo'ladi. Endi manzilini tushuntiradigan bo'lsak, Sharxonda eski Fadvalda 30-do'konda. Qaranglar, bunday kirganda mana shu Sobir akam har doim yonda bo'ladi, qaranglar. Tarozi deysizmi? Hamma yo'q bor ekan. Nomerni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.